Sizlar o'zi qanaqa usulda hisoblaysizlar mebelni? Namuna mebel kompaniyasi mebellarni kvadrat bo'yicha hisoblaydi. Lekin ko'pchilik mijozlarimiz so'rashadi. Nima uchun pogonni metr emas, nima uchun kvadrat yoki umuman kvadrat va pogonni metr hisoblash orasida qanday farq mavjud? Hozir ushbu ikki hisob-kitob to'g'risidagi farq va o'zi qaysi biri mijoz uchun to'g'riligi haqida fikr yuritamiz. Pogonni metr hisoblash go'yoki oson va to'g'ridek tuyuladi. Lekin haqiqatan ham shundaymi? Pogonni metr hisoblayotganda 4 metr joyimiz misol bo'lsa, u yerda xolodilnik bo'lishi mumkin, oyna yoki umuman boshqa joylar bo'lishi mumkin va ular hisoblanganmi yoki yo'qmi? Biz uni aniq bilmaymiz. Yana bir misol, hozirgi kunda ko'pchilik standart visatada emas, baland, ya'ni dapatalka formatida mebelni qidirishyapti. Endi savol, pogonni metr hisoblanganda va sizga narx aytilganda standartni visatani narxini aytishuvdimi yoki dapatalka variant narxini aytishgan edimi? Bu ham yana bitta mavhumlik va bunaqa mavhumlik, ya'ni noaniqliklar oxir oqibatda mijoz hamda mebelchi o'rtasida ziddiyatga olib kelishi mumkin. Endi nima uchun biz kvadrat metrda hisoblaymiz? Kvadrat metr bu fasadning yuza qismidan hisoblanadi. Ya'ni deylik sizda отдельный стоячий xolodilnik bor va uning ustiga siz shkaf yasatmoqchisiz va o'sha shkafninggina siz kvadrati bo'yicha pulini to'laysiz va xolodilnikning bo'sh turgan o'rni uchun hech qanday summa to'lamaysiz. Ya'ni siz mebelingizni mebelchi sizga 10 kvadrat hisoblab bersa, siz o'zingiz ham mebel ustanovka qilingandan keyin ushbu kvadratni aniq hisoblay olasiz. Ya'ni bu nima degani? Siz metrni olib, kvadratlarini, shirina, visatani o'lchab chiqib hisoblaganingizdan keyin sizga haqiqatda ham 10 kvadrat hisoblab berildimi yoki ko'proq hisoblab sizga noto'g'ri kvadrat aytildimi aniq bila olasiz. Lekin pogonni metrda aynan mana shunday aniq ma'lumotni ola olmaysiz. Shuning uchun biz har doim o'zimiz ham kvadratda hisoblaymiz va mijozlarga ham mebel sotib olayotganda aynan kvadrat metrda hisoblatish to'g'riligini ta'kidlaymiz.